maslahatni ol va xor bo'l. Maqol. Qush inida ko'rganini qilsin. Xo'sh, farzandliklarga maslahat. Farzandingizga noto'g'ri tarbiya bering. Uni ham, qulog'ingizni ham tinchlantirish uchun qo'liga telefon tutqazib qo'ying. Yonida janjallashing, behayo so'zlarni ham kam-kam ishlatib turing. Sizdan ibratlanishi uchun albatta. Keyin yoshi o'tgach, so'ragan narsasini darhol olib bering. Mehnatsiz ham erishsa bo'lar ekan deyishi uchun. Va uni kimlar bilan yurishiga e'tibor bermang. Yursa yuraversin, hayotni o'rganadi. Ichganini, chekkanini bilib qolsangiz, unday qilma deb tergab qo'ying xolos. Oqibatini esa tushuntirmang. O'qishga kiriting, kuzatib yurmang. Ishga kiriting, kuzatib yurmang. Va farzandingiz kuchga to'lib, siz kuchdan qolganingizda esa ekkan urug'ingizni hosilini tatib ko'ring. Farzandlaringiz yoshlik beboshlik qilib qo'yishibdi. Balki ko'p telefon ko'rgani uchundir. Sizni mensimayapti, sizga baqiryapti. Balki sizga o'xshagisi kelayotgandir. Bir ishlaydi, bir ishlamaydi, bir to'qchilik, bir ochchilik, ulfatlari bilan ichib keladi, chekib keladi. Bunga endi siz o'rganib ketdingiz. Topgan pullarida esa baraka yo'q. Halol ishlayaptimikin o'zi? Ham mayli, e'tibor bermang. Keyin unga qarab ayting: senga shunday tarbiya berganmidim?